Ozoda Nursaidova ozib ketishining sababini ma'lum qildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishamiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. O'zbek estradasining yorqin yulduzi, barcha uchun sevimli xonanda Ozoda Nursaidova so'nggi paytlarda juda ko'zga tashlanarli darajada ozgani bilan muxlislarni qiziqtirib qo'ydi. U Zamin News'ga bergan eksklyuziv intervyusida bu holat tasodif emasligi va sog'ligi bilan bog'liq jiddiy sabablarga ega ekanini ma'lum qildi. Xonandaning aytishicha, u bir necha yillardan beri oshqozon yarasi, ya'ni yazva bilan bog'liq muammolardan aziyat chekmoqda. Bu esa san'atkorlar orasida juda keng tarqalgan kasalliklardan biri ekanini ta'kidladi. Bir marta operatsiya qildirganman, lekin afsuski yana qayta chiqdi. Shundan keyin vrachlar qat'iy diyetaga o'tishimni talab qilishdi, dedi xonanda. Ta'kidlashicha, ushbu kasallik bilan kurash jarayonida parhez muhim rol o'ynamoqda. U qattiq parhezda ekanini, ba'zan ozuqa taqchilligi sabab ba'zi istisnolarga ham yo'l qo'yishini bildirdi. Ba'zan o'zimni sog'lom tutish uchun ilik yog'ida pishirilgan osh yeyman. Bu mumkin emas, lekin tanaga quvvat bo'lishi uchun ilojsiz yeyman, deydi u samimiy suhbatda. Intervyu paytida Ozoda Nursaidova pardozxonada jurnalist bilan suhbatlashar ekan, vazminlik va ochiqko'ngillik bilan barcha savollarga javob berdi. Suhbat davomida u bir necha bor kulib, ijobiy kayfiyatda ekanini ko'rsatdi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.